Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Bu nafaqat derbi, bu tarix. Real Madrid va Barselona yana yuzma-yuz kelmoqda. El Clasico bu faqat uchrashuv emas. Bu bir asrlik raqobat, g'urur va tuyg'ular jangidir. Bu tarixdagi 262-chi rasmiy El Clasico. Real hozircha 105 g'alaba bilan ilgarilab turgan bo'lsa-da, Barselona 104 marta zafar quchgan. Yana bir bellashuv, bu safar kim g'alaba qozonar ekan? Realmi yoki Barsa? Siz nima deb o'ylaysiz? Realni endi afsonalardan biri Xabi Alonso boshqarmoqda. U jamoaga intizom, tez va o'tish, kontratakaga asoslangan uslubni olib kirdi. Barselona esa endi Hansi Flick qo'lida. Nemis mutaxassisi to'p nazoratini saqlagan holda yuqori temp va intensiv bosimga e'tibor qaratgan. Bu ikki maktab, ikki falsafa to'qnashuvi. Real Madrid uchun asosiy qurol Mbappe va Viniciuslar. Ular esa chaqmoqday tez. Barselonada esa 17 yoshli Lamine Yamal tarix yaratishda davom etmoqda. Lewandowski va Gavi bilan birga ular har qanday darvozani ochishga tayyor. Tahlilchilarga ko'ra, Realning g'alaba ehtimoli 45%, Barsaniki esa 30% tashkil etadi. Ammo bu El Clasico, bu yerda raqamlar emas, ruh muhim. 26 oktyabr bu sana tarixda qoladi. Xavi va Flick, Real va Barsa, afsona va hozirgi zamon. Sizningcha bu o'yinda kim g'alaba qozonadi? Realmi yoki Barsa? Fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va El Clasico kayfiyatini biz bilan his eting.